tabiat qo'ynida sodir bo'lgan dahshatli voqealar. Amerikaning Texas shtatida bu odam do'stlari bilan qayiqda suzib yurganida daryoni ustidan o'tgan bahaybat ko'prik tagidan dahshatli noodatiy qichqiriqni eshitib qolishdi. Voqeaning boshida bu odam o'zini YouTube kanali uchun jonli efir qilmoqchi bo'lib qirg'oqda to'xtaydi. Kamerasini endi yoqqanida esa etni muzlatib yuboradigan dahshatli ovozlarni eshitib qoldi. Kelinglar voqea aslida qanaqa bo'lganligini birgalikda ko'ramiz. Hey, do y'all hear that screaming? Is that something I should be like worried about? Bu ovozni eshitgach, ular politsiyaga qo'ng'iroq qilishdi, lekin ovoz borgan sari balandlashganligi uchun ular o'zlari yordam bermoqchi bo'lishdi va ovoz kelgan tarafga qarab kimdir bormi deb aytganlarida atrof birdan jimjit bo'lib qoldi. Bundan xavotirlanib ular yuqoriga ko'tarilishdi va u yerda kiyimlar bilan o'ralgan bo'm-bo'sh kulbani topishdi. Eng g'alati tomoni esa voqea ham mana shu nuqtada yakunlandi. Eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga bu ovoz, bu odamlar kimdir bormi deb chaqirganlaridan keyin birdan tinch bo'lib qoldi va kulba atrofida ham hech kim yo'q edi. O'zingizni variantlaringizni va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha